Sotug'i katta, xonalari ko'p bo'lsin deyotganlar uchun Sergeli tumani Xonobod mahallasida 2,5 sotuvga 6 ta xonali hol podvollariga ega mana shu xonadonimizda sotuvga qo'yilyapti. Darvozasidan kirganimizda mana shu ko'rinishdagi hovlimiz borda, bemalol bu yerga bittadan tortib ikkitagacha mashina kiradi. Bu yerda chap qo'limizda hojatxonamiz, kalitka eshigimiz va avtomatik darvozamiz borda. Bu yerda zeleniy zonamiz va bu yerda bo'lsa podvolga tushib ketadigan yo'limiz borda. Asosiy binoga kiramiz. Kirganimizda bu yoqda hol qismimiz bor uyimizni. Ko'ryapsizlar, holimiz ham juda ham kattagina. Chap qo'limizda uyimizni oshxonasi borda. O'zining oynalariga ega bu yoqda. Keyingi xonamizga o'tamiz. Bu yoqda uyimizning zal qismi borda. Zalimiz ham kattagina, kengina. Bu yoqda havoylanish uchun va yorug'lik tushib turish uchun mana shunaqa joylar tashab ketishgan. Bu yoqda uyimizning umumiy sanuzuli borda, birinchi qavatdagi. Va bu yoqda uyimizning spalnisi. Bu yoqda uyimizning ikkinchi qavatiga ko'tarilganimizda koridor qismimiz borda. Chap qo'limizda uyimizning mehmonxonasi va bu yoqda mana shu joydan balkon qismiga chiqsak bo'ladi uyimizning. Balkon qismimiz borda. Va bu yoqda keyingi xonasiga o'tamiz uyimizning. Keyingi xonamiz bu yoqda bitta yotoqxonamiz borda. Bu yoqda uyimizning ikkinchi qavatdagi umumiy sanuzuli. Bu yoqda yana bitta xonamiz, ikkinchi qavatimizdagi. Va bu yoqda yana bitta oxirgi xonamiz bor, ikkinchi qavatimizdagi. Mana shu uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 175 ming dollar deyilyapti. Yana ham ustida kelishadigan joylari bor. Aloqa uchun pastdagi raqamlarga telefon qilaverasizlar.